Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga transformatorni tushuntirib bermoqchiman. Transformator, mana ko'rib turibsizlar, qurilmamizda transformator. Ikki xil transformator bor, kuchaytiruvchi va pasaytiruvchi. Bu yerda pasaytiruvchi transformator ko'rsatilgan. Ya'ni transformator amper bilan kuchlanishni o'zgartirib, chastotani o'zgartirmaydigan qurilma transformator deyiladi. Mana ko'rib turibsizlar, qurilmamiz orqa tomonida 110-220 volt yozilgan. Ya'ni 110 Yevropa standarti, 220 o'zimizda standart. Mana knopkasini bu tomonga o'tkazsangizlar Yevropa standarti, bu tomonga o'tkazsangizlar o'tkazib tarmoqqa olasak o'zimizda ishlayveradi. Sizlarga savol: 110-220 nimaga ikki xil standart? Buni tarixini biladiganlar bormi? Keyingi savol: bu 110-220 qaysi biri tejamkor variant? Ya'ni bu qurilmamiz ishlasa qaysi biri ko'proq elektr energiyani tejaydi? Kommentariyalarga javoblar yozaverasizlar degan umiddaman.